Yaxshimisiz? Mana to'chkamizga keldik. Xudo xolasa tushirishni boshlaymiz. Shuna yangi berilgan programmadan kirib topib olamiz avval. Chiqdi sirasi. Safar Sultonovlarni bosamiz. Mana mahsulotlar. Mahsulot tushirib olgandan keyin urishni boshlaymiz. Bu joyga tushirib ketardik. Mana bunday holatda qo'yib, ikkita uchtalikqa qilib. Hozir buni tekis ko'pirib yoshimiz kerak. Bo'ldi, mana naklonnoy bo'yicha hamma mahsulotimiz tushdi. Endi shundoq sotuvni boshlash qilamizda. Mana stilni uramiz. Mana shu stiker yaxshi yopishmagan. Buni urmadi. Qayilib qolgan. Buni ham urmaydi. Bo'ldi, mana stilni 10 turildi. Men bilan urmayapmiz. Men boshqa yana harakat qilib ko'ramiz. Yo'q, foydasi yo'q. Paketni ochib qo'y. Paketini ochganimizdan ham urmaydi. Boshingni tik tut, birodar. Bular kichkina to'lqinlar. Ularda tebransak, kattasi kelganda cho'kib ketamiz. Qaddingni tik tut. Bo'ldi, urildi bu. Yana urilmagan qaysi nima bunisiga? Buni ham ko'chiramiz endi. Olmadi. Oldi. Ha. Tovar allaqachon qo'shilgan bo'lib chiqadi agar ustidigini ursanglar. Urilmagan topish kerak buni endi. Sot mamla qilib tashlasa klientdan xafa bo'lyapti-da. Nimaga teshib tashladinglar dabdalasini. Tezkor rejimda ishlayapmiz lekin. Mana bu stilga o'tamiz endi mana. Hammasini urib bo'ldi. Oldin ko'rgan bo'lsanglar, tovarlar mamlaqa holatda qo'yib ketardi. Hozir qo'yish yo'q. Hammasini cho'chib olishimiz kerak. Tag'in mahsulot kamroq olgan bu kishim. Mahsulot urib bo'lgan, tasdiqlash qilamiz. Mamlakat tovarlarni topshirish roziman degan. Bitta uramiz, tasdiqlash bosamiz. Tovar allaqachon qo'shilgan bo'lib keladi. Bu qo'shib bo'lgandan keyin naklonnoy olamiz. Necha minut vaqtimiz ketyapti? Hozir mana bitta 25 minut bo'ldi-da. Yana 23 minutda topshirib bo'ldi. 20. Endi bunaqa mahsulotlardan qarang, 20 ta. Nima qilibdi? Har bir ish, har bir soha xizmatkorlikdan boshlanadi. Farqi yo'q, diplom bilanmi, diplomsizmi? Avval choy tashiysiz, keyin esa kofe. O'zingdan kattani hurmat qilish kerak. O'zbekchilik, hammasi asta-sekin.